Assalomu alaykum hammaga. Mana bugungi videomizda xudo xolisa 1 yoshli va 2 yoshli gilos ko'chatlarimizni qanaqa kesishni ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolisa 1 yoshli va 2 yoshli gilos ko'chatlarini qanaqa kesishni o'rganib olasizlar. Mana yaqinda ekilgan gilos ko'chatlari. Bularni yer o'rnidan 45-50 cm balandlikda kesamiz. Faqat ahamiyat berish kerak bo'lgan joyi 3 ta 4 ta yaxshi kurtanglar qolishi kerak kesayotgan joyimizning tagida. Bir, 2, 3, 4, 5 kurtanglarimiz yetarli. Ko'chat 50 cm balandlikda kesildi. Keyingilarini ham xuddi shunaqa kesamiz. Shu tartibda 45-50 cm balandlikda kesib yuboriladi. Mana ikkinchi yilga kelib ko'chatlarimiz 2 metr, 2,5 metrgacha o'sgan. Endi bularni kesish tartibi qanaqa bo'ladi? Mana o'tgan yili kesilgan joyi 50 cm dan kesilgan. Endi buni bir qarch qo'yib turib, xuddi shundoq yana kallaylab chiqamiz. Pastdan chiqqan mayda shoxlarni olib tashlaymiz, chunki bular gerbich sepishga xalaqit beradi. Xuddi shu tartibda kesib ketamiz. Mana ko'rib turganingizdek, tekis lineyka chizib bo'lishi kerak. Tekis. Mana shunaqa tekis kesib olganimizdan keyin bu yil bizdan kamida 8 ta 10 ta lider shox chiqadi. U lider shoxlarni keyin boshqacha kesamiz. Uzunroq qo'yib, bunaqa kallaylab kesishdan maqsad ona shoxlarni shakllantirib olish.